lekin natija wow bo'ldi. Sochimizni holati, bu sochimizni menga yetib kelguncha olib ketdilar, sochlar mana qurib qashshay bo'lgan. Hozir rangini to'g'rilaymiz, sal xalonroq qilamizda и davolaymiz sochni. Bu sochni bo'yaganim yo'q, uhud qildi. И rangini mo'ykamizda to'g'riladi. Bunaqa полноценный bo'yash bo'lgani yo'q. O'shanda ham rangini qarang, qanchalik go'zallashgan. И свежийлashdi, chiqarib tashladim. Kuygan joylarini qismini kesdim. Chiroqli pistirishgan qilib berdim. Ko'zning sveti chiroyli ekanini ko'rsatib. Maylimi ko'rsatsin? Mayli, hozir old tomondan olamiz hozir. Kuyamadingiz shunaqa bo'lishini? Hurmat kattakon. Mana qiz ko'ziga qaraylik, ko'ziga tegan chiroyli. Zo'r. Strижка qildik. Xod, bu oranjiy bo'lib yotgan soch edi. Uy sharoitida hech narsa qilmanglar, iltimos. Uy sharoitida sochlarni o'zlari bir nimalar qilgan ekanlar. Biz uni to'g'riladik. Asvetlat qila olmadim. Uy sharoitida qilib qo'ymaganlarda o'zim qilib berardim asvetlat. Soch sal sog'lomlashadi, keyin oralariga pletkalarni qo'shamiz, xo'pmi? Yo'l qilamiz keyin, xo'pmi? Lekin natija wow bo'ldi. Sevgimiz